aytishim oldi sizlarga bomba skidka qilib berib ketmasam bo'lmaydi o'rtoqlar. Chunki o'tgan safar 225 ming kostyum olib chiqqanim talab tashladinglar. Bu safar Xitoydan kirib kelgan kostyum yubkalarimizni undan battar skidka qilib bermoqchiman. Tushinglarga ham, aqlinglarga ham sig'magan skidka. 155 ming so'mga tushirib yuboraman desam, olib ketmaysizlarmi? Noto'g'ri eshitmadinglar. 155 ming so'mdagi mashina turgan hamma kostyumlarimiz mana har xil modeli Xitoydan primoy kirib kelyapti. Har xil rasyotkasi bor mana. Темный синий deysam, sariy deysam, qora deysam, undan tashqari mana bularni qaranglar, qanaqa asal. Purpurlariga alohida e'tibor berasizlar. Birkalarni ko'rarsizlar bo'ladi. Xitoydan kirib kelgan kostyum yubkalarimizni 155 ming so'm qilib beraman qizlar. Mana bu yubkali modeli shunaqa asal turadi kiyganda. Qaranglar, buni bejuvisi bor, qorasi bor. Вот темный синий modelida kaltaroq modeldagi kostyumlarimizdan ham olib kirib qo'yganmiz. Hammasini atiga 155 ming so'mga olib ketsanglar bo'ladi. 12 viloyatga dostavka xizmatimiz ham mavjud. Endi men bemalol borib ketsam bo'ladi. Shu skidka yetib turadi sizlarga.